Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan 5 million sun'iy intellekt yetakchilari bo'yicha sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google'ga birinchi isliders.o'z deb qidirib olamiz va 5 million sun'iy intellekt yetakchilari saytiga kirib olamiz. Saytga kirganimizda ro'yxatdan o'tish tugmachasi mavjud. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosish orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Va bu yerga pasport ma'lumotlarimizni to'g'ri kiritishimiz kerak. Bu yerga esa tug'ilgan kun ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Bu yerda maktabni tanlaymiz faoliyat turidan va ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Ma'lumot topilmadi dedi. Demak, biz pasport ma'lumotlarimizni xato kiritgan bo'lishimiz mumkin. Bu yerda chiqadigan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, keyingisi tugmachasini bosamiz. Va ro'yxatdan o'tish uchun bu yerga elektron pochta kiritishimiz kerak. Endi elektron pochta kiritish uchun Gmail ga kirib olamiz. Hamma telefonlarda Gmail ilovasi bor. Gmail ilovasiga kiramiz va bu yerdan o'z elektron pochtangizni yozasiz. Telefon raqamimizni kiritib olamiz. Parolga sodda parol qo'yishingiz mumkin va parolni takrorlaymiz bu yerga. Ya'ni bitta parolni 2 marta yozishimiz kerak. Parol kiritish va parolni tasdiqlash degan joylarga. Keyingisi tugmachasini bosamiz. Va bizga bu yerda elektron pochtangizga havola yubordik, u orqali tasdiqlang dedi. Endi biz elektron pochtaga kirib olamiz. Kirganimizda elektron pochtani yangilayman. Xo'p. Mana spam jildini ko'rishingiz. Agarda bu yerga asosiyga xat kelmasa, mana bu asosiy joyda xat kelmasa, spam jildini ko'rsangiz, mana spam jildiga kelgan bo'ladi mana. Va mana bu ko'k yozuvni bosish orqali biz tasdiqlaymiz. Bo'ldi. Mana profilga kirib oldik. Bu yerda ma'lumotlarimiz mavjud. Endi bu yerda mana bu generativ sun'iy intellekt kirish tugmachasini bosamiz. Endi bu yerda havolani bosganimizdan so'ng bizga xat keladi. Mana elektron pochtaga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ng bizga yangi xat kelgan bo'ladi elektron pochtamizga. Asosiy tugmachani bosdik mana. Kursoridan bizga keldi. Bu yerdan join now yoki hozir qo'shiling tugmachasini bosamiz. Bosdik. Bosganimizdan so'ng biz birinchi qiladigan ishimiz bu yerga pasport yozib olishimiz kerak. Ya'ni parol yozib olamiz. Boya kiritgan parolingizni yozing. Continue tugmachasini bosamiz. Bu yerga biz zaxira email kiritishimiz kerak. Zaxira email xohlagan emailingizni kiritishingiz mumkin yoki bu yerda tashlab ketish tugmachasi bor. Bo'ldi. Endi biz bu yerda desktop versiyani o'chirib qo'yaman. Demak, endi biz bu yerda ismimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Profili settings tugmachasini bosaman. Settingsdan hop, demak ism familiyani copy qildim. Bu yerda pastroqda sertifikat uchun mana verify my name degan tugmacha bor. Ya'ni bu sertifikatga kiritiladigan ism familiya. Bu yerga sertifikat uchun ism familiya kiritib olamiz. Va submit tugmachasini bosaman. Bo'ldi. Endi biz asosiy sahifaga qaytishimiz mumkin. My learning ga kiramiz. Xo'p, demak Coursera tugmachasini bosaman. Va bu yerdan birorta kurs tanlashim kerak.
Show more'ni bosaman va biz tanlaymiz. Mana introduction to generative AI ni tanlaymiz. Mana bu kursni. Va enroll starts degan tugmachani bosamiz. Biz kursni o'qishni boshlaymiz shu yerdan. Xo'p, start the course. Demak, kursda bizda 9 demak, kurs davomida bizda 4 ta quiz bor. Shu 4 ta quizni ishlash orqali sertifikatni yuklab olishimiz mumkin. Demak, birinchi quizni bajaramiz. Xo'p, start tugmachasini bosaman. Birinchi quizning javobi mana bu bo'ladi. Submit. Xo'p, ikkinchi quizga o'tamiz endi. Xo'p, ikkinchi quizga o'tamiz bu yerdan. Start tugmachasini bosaman. Bu savolning javobi mana shu bo'ladi. Buni ham yuboramiz. Xato javob bergan ekanmiz. Endi takror qayta o'rnib ko'ramiz. Next item tugmachasini bosamiz. Xo'p, demak endi 3-quizga o'tamiz. Bu savolning javobi mana shu bo'ladi. Submit tugmachasini bosamiz. Va next item tugmachasini bosamiz yana. Oxirgi quiznimiz, mana shu 4-quizni ham ishlab o'tishimiz kerak. Demak, bu yerda 3 ta tanlashimiz kerak. Birinchi savolda javobi va keyingisida mana shu bo'ladi javobi. Submit tugmachasini bosamiz va biz to'liq quizlardan o'tdik. Xohlasangiz darslarni to'liq ko'rib chiqishingiz mumkin. Men tezroq sertifikat olish uchun qisqaroq qilib video dars qildim. Bo'ldi, demak bu yerdan ismingiz yozilgan. Mana bu yerda o'ng tarafdan yuqoridan bosamiz va My Courses tugmachasini bosamiz. Mana bu yerda My Courses mavjud. My Coursesga kiramiz. Bu yerdan xo'p, mana sertifikatimiz tayyor. View Courses sertifikatini bosish orqali sertifikatni ko'rib olishimiz mumkin. Va shar'iy sertifikat orqali sertifikatimiz havolasini nusxalab olishimiz yoki sertifikatni to'liq yuklab olishimiz mumkin. Bu tayyor.
E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.